Uyghur Avazı Radyo İstansısı. Uyghur Avazı Radyo İstansısı. Assalamu alaikum sevimli radyo anlatıcılar. Tövende Uyghur Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışını başlayınız. Suyumlik radyo anlıqçılar. Bu yıl 2. ayının 5. günü meşhur 5. fevral G'olji inqilobining 4. yıllık xotira günü. Gerçi bu vaqaning yuz berginiga 4 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur xalqi bu tarixiy vaqani hech bir zaman esidan chiqargani yo'q va mangu esidan chiqarmaydi. Chunki bu vaqa mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga qaratgan vahshiy qirg'inchiligining jonliq isboti sifatida xalqimizning yuragining cho'nqir qatiga o'rlashib ketdi. Yani şundaqlı 5. fevral G'olji vaqasi hozirgi zaman Uyg'ur xalqining mustamlikchilikka, zulmga, izilishga va xo'rlikqa qarshi ilib borgan haqqoniy kurashning simvoli va bayroqdori sifatida o'zining shonliq ahamiyatini saqlab kelmoqda. Gerçi bu vaqa vahshiy kommunist Xitoy hokimiyati tarafidan qonliq shaklda bostirilgan bo'lsa-mu, ammo G'olji xalqi o'zining issiqqini va qimmatli hayoti badaliga Uyg'ur xalqining zulmga tiz bukmaydigan kurashchan ro'yini butun dunyo xalqi oldida namoyon qilgan. Şoňa vatan işi vəsilidəki Uyğur xalqı 5 fevral G'olji qırğınçılığında hayatıdan ayrılgan qahraman oğul qızlarını hergiz esindən çıxarmaydı və ularni məngü qaygı həm seğiniş ilkidi yad edidu. Şundaqlı ularning kurash irodasiga varislik qilib, vatanimiz Sharq Turkistonning talto'kis mustaqilligini qo'lga keltirish uchun Xitoy mustamlikachilariga qarshi kurashni odoqqicha qat'iy davomlashtirdi. Biz 5 fevral G'olji inqilobining 4. yılı münasibeti bilan bütün illi xalqiga yana bir qatim oliy ehtirom bildiramiz. Şehitlerimizning oil tavobatlariga va Xitoyning qorong'u zindonlarida yetayotgan botir o'g'illarımizga Janobi Allohdan sabr tilaymiz. Şehitlerimizning yotgan yeri jannat bo'lsin. Qadrli vatandoshlar, tövəndə sizlərə Germaniyaning Myunxen şəhərində yaşayotgan Uyğurlarning 5 fevral günü Myunxen şəhərindəki Xitoy konsulxanası aldida ilib borgan norozilik namoyishining amaliy ahvolini diqqətinizə sunmoqchimiz. Assalamu alaikum suyumlik radyo anlıqçılar. Ben stansımızın muhbiri Parat Yurunqaş. Hazır men sizlerge Germaniyanın Myunxen şəhərindəki Xitoy konsulxanasının aldıda naq meydandan xəbər veriyatman. Hazır sizlerge tuyulub atqını Germaniyanın Myunxen şəhərindəki Uyğurlarning Xitoyga qarşı to'lg'an şuvar sadasından ibaret. Sizlerge ma'lum bo'lganidek 1997 yılı 5 fevral G'olji qirg'inchiligidan keyin chet eldagi Uyg'urlar dunyoning har qaysi joylarida faoliyatlab turayotgan Uyg'urlar xilma-xil shakllardan foydalanib, yana namoyish qilish, konferans o'tkazish, tashviqot, varg'i taqtish qatorliq usul va shakllardan foydalanib, Xitoy hokimiyatining G'olji xalqiga qarshi ilib borgan vahshiy qirg'inchiligiga izchil turda norozilik bildirib kelmoqda. Bu faoliyat har yili izchil holda 5 fevral kuni izchil holda har qaysi davlatlarda davomlashib kelmoqda. Xuddi shuning bilan bir qatorda bugun, ya'ni 2 ayning 5 kuni tushdan keyin soat 2 atrofida Yevropa markaziy organi Germaniyaning Myunxen şəhərindəki Avropa Şərq Türkistan Birliyi təşkilatının o'rlashtirishi bilan bugun Germaniyaning Myunxen şəhərində yaşayotgan Uyg'urlar Xitoy konsulxonasi oldiga to'planib, kommunist Xitoy hokimiyatining G'olji xalqiga qarshi ilib borgan qirg'inchilik siyosatiga yana bir qatim norozilik namoyishi o'tkazdi. Gerçi bugun ish kuni bo'lgan bo'lsa-mu, yana nurg'unlagan Uyg'urlar bu qatim namoyishga aktiv bilan qatnashdi. Namoyishlarimizning kayfiyati intayin jangovar, intayin yuqori edi. Ular Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi Germancha, Xitoycha, Uyg'urcha tillarda turli shiorlarni to'plab, o'zining kommunist Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini izhor qilishdi.
Suyumlik radio anlıqçılar bu qıtımqı namayışda xuddi o'tgan namayışlarga o'xshashlar Yevropaning 20 shahrida yashayotgan Uyg'urlar Sharq Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'ini ko'tarib chiqdi. Hamda Xitoy hokimiyatining G'o'lji xalqqa qarta ilib borgan qirg'inchiligi namoyon qilingan ba'zi rasmiy taqlarni ko'tarib chiqdi. Xitoy hokimiyatining qirg'inchilik siyosatida ayblangan ba'zi lozungalarni ko'tarib chiqdi. Shuning bilan birga bu qıtımqı namayışda yana Rabia Qodir qo'yib berishni talab qildi. Xitoy hokimiyatidan bu vaqtda maxsus Rabia Qodir qo'yib berilsin degan sho'rlar to'landi. Suyumlik radio anlıqçılar bu qıtımqı namoyish jarayonida men namoyish qatnashgan ba'zi Uyg'urlarni shaxsan ziyorat qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning ismingiz? Mening ismim Ilya. Siz Germaniyada tug'ilganchilik bo'ldi. Men Germaniyada tug'ildim. Yili saat 6 yil bo'lib qoldi. Siz siyosiy panal qilib turibsizmi? Siyosiy panal. Sizning siyosiy panalligingiz qabul bo'ldimi Germaniyada? Qabul bo'ldi. Siz har qatimliq namoyish sizni ko'ryapmiz. Bu qatimli namoyishga alayda qatnashib kelibsiz. Uning ustiga bugun ish vaqti Germaniyaning nimasi bo'yicha. Siz bu qatimli namoyishga qatnashdiki, maqsadingiz ham namoyishlardan ta'sirotlaringiz haqida so'zlab bersangiz. Chet eldagi bundaq fursatlik bir fəaliyyətlərə hər bir Uyğurun qatnış məcburiyyəti, həm vicdani burcu. Biz demək bu bir fürsət boldukan, bundaq fürsətdən heç bir zaman qoldan verməy, Xitayğa bolğan narazılığımızı, vətən millətinin bizdən kütən arzularını kiçikdən vaqtda olsun ifadələyimiz kerak. Suyumlik radio anlıqçılar, ben bu qıtımqı namoyish jarayonida yana bu qıtımqı namoyishni tashkil qilgan Yevropa Sharq Turkiston birligininki bosh kotibi shundaqla Sharq Turkiston Milliy qurultiy yoshlar komitetininki mudir Ümit Agay efendini ziyorat qildim. Bugungi namoyishga Ümit efendi shaxsan o'zi riyosatchilik qildi, ham o'zi shaxsan shuvar to'lash yetakchilik qildi. Assalomu alaykum Ümit efendi, har yili yani 1997-yili 5-fevraldan buyon har yili degidek Xitoy konsulxonasi oldida Komissar Xitoy hokimiyatining G'o'ljidagi qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazib kelinyapti. Ham bu faoliyat har yilgidek izchil turda davom etib kelyapti. Bu qatim yana bu faoliyat o'tkazilibdi bugun. Bu qatimqi namoyishni o'tkazishdagi maqsad haqida bir radio anglashimiz so'zlab bersangiz. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. G'o'lji voqeasi vatanimizda yaqin zamondan beri bo'lgan nihoyat uchun qonliq bir fojialik voqeadan iborat. G'o'lji voqeasi munosabati bilan necha 10 minglagan qahramon yoshlarimiz hozir texicha turmada yetyapmoqda. Bu qahramon yoshlarimizninki ro'yi uchun, ularning madadi uchun biz xalqimizning vatan mustaqillik harakatini qo'llab qo'yatlab, har yili G'o'lji voqeasini xotirlab mashada faoliyat olib beryapmiz. Yana bugun bu Xitoy kommunistlarining oldida, konsulisi oldida nihoyat keng ko'lamda namoyish qilyapmiz. Bugungi namoyishga Xalqaro inson haqlari kechirim tashkilotininki Xalqaro inson haqlari tashkilotininki boshlig'i shu Yogun Terak efendim qatnashdi. O nihoyat hayajon ichida turmoqda. Namoyishimizninki butun vatan xalqimizga bir umid bersin deb o'ylaymiz. Vatan xalqimizning sirtida, vatan xalqimizni qo'llab-quvvatlayotgan milliy qurultaydan iborat cho'ng bir hukumatimiz va undan boshqa necha minglagan chet ellarda yashayotgan Uyg'ur xalqimiz bor. Biz hech bir zaman vatandagi xalqimizni yolg'iz tashlab qo'yganimiz yo'q. Biz ularning chet eldagi davosini anlatamiz. Xitoy bosqinchilik bo'lsa, besim deb boramiz. Chet el arboblari bo'lsa, Uyg'urlarningki qonliq fojialik hozirgi ahvolni tunishtiramiz. Biz har zaman sizlarning qishinglarda bizning mangu xotirjam bo'lishinglar kerak. Rahmat sizga. Suyumlik radio anlıqçılar bu qatimqi namoyish degani Tibetga Uyg'urlar bilan laqab qolmay, yana Tibet xalqiga erkinlik, ichki Mo'g'uliston xalqiga erkinlik degandek sho'rlar to'landi. Bu mu bir? Chunki sizlarga ma'lum bo'lganidek, yillardan buyon Sharq Turkiston, Tibet, ichki Mo'g'uliston xalqlari chet elda faoliyat qilayotgan bu uch taraf tashkilotlari o'zaro hamkorlik tashkiloti qurib, o'zaro xalqaro so'rinlarda o'z izchil turda bir-biri bilan moslashib, Xitoy kommunistik hokimiyatga qarshi harakat berib kelmoqda. Haqiqatan Dalay Lama marqatam Amerikaning mas'ullari bilan ko'rishganda, shundaq dunyoning har qaysi joylarida hukumat amaldorlari bilan va xalqaro tashkilotning mas'ullari bilan ko'rishganda, Uyg'ur masalasini, Tibet masalasini qo'shib izchil turda ta'kidlab kelmoqda. Ichki Mo'g'uliston
xalqining chet eldagi ba'zi tamsilchilarimi bu vaqtda nega bo'lsa Mo'g'ul masalasi qo'shib Uyg'ur masalasini ta'kidlab kelmoqda. Shuningga o'xshashla Uyg'ur xalqimi, Uyg'ur tashkilotlarining dunyoning har qaysi joylarida faoliyat olib turayotgan Tibet Uyg'ur masalasini ta'kidlash bilan birga Tibet masalasini, ishki Mo'g'uliston masalasini ta'kidlab kelmoqda. Chunki uchli xalqningki taqdiri o'xshash, uchli xalq kommunist hokimiyatining mustamlikasiga duchor bo'lgan uchli xalq o'xshashla o'zlarining milliy mustaqilligini qo'lga keltirish uchun kurash qilyapti. Bu xil hamkorlik izchil turda yaxshi bir shaklda davom qilyapti. Bu xil hamkorlik hatto bizning namoyishlarimizda, xalqaro konferenslarda aks etyapti. Suyumlik radyo anglagıçılığı bu qadimki namoyish yana Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti tomonidan hozirlangan qisqacha bir tashviqot varig'i taqdildi, german tilida hozirlangan. Bu tashviqot varig'ida Kommunist Xitoy hukumatining 1997-yil 5-fevral kuni G'oljida ilib qolgan qirg'inchiligi qisqacha bayon qilingan. Shundaqla G'olji vaqasidan buyon Kommunist Xitoy hukumatining il rayonida Uyg'ur xalqiga qarata izchil turda tutqun qilish, qirg'in qilish, bostirish siyosatini besim ishlatish siyosatini izchil turda qo'llanib kelayotganligi qisqacha bir bayon qilingan tashviqot varig'i. Bu tashviqot varig'i namoyish qatnashgan Uyg'ur namoyishchilar tomonidan namoyishni kuzatayotgan chet elliklarga, yerli xalqqa taqdim berildi. Suyumlik radyo anglagıçılar, men namoyish yana Dünya Uyg'ur Yoshlar qurultayiniki raisi Dolqun Aysani ziyorat qilgandim. Assalomu alaykum Dolqun efendi, siz bu qadimki namoyishga qatnashishga maqsadingiz va namoyishda olgan ta'sirotlaringiz haqida qisqacha so'zlab bersangiz radio anglagıçılarımızga. Rahmat. Bugün hammamizning xabari bo'lgandek 1997-yili Sharq Turkistonning G'o'ldi shahrida yuz bergan qirg'inchilikning, vahshatning 4-yillik bir xotir kuni. Bu Sharq Turkiston xalqining tarixidagi qonliq bir yara. Sharq Turkistonning qalbida, Sharq Turkiston xalqining qalbida unutulg'isiz o'chmas qonliq dog'larni qoldirgan bir kun. Biz bu kun munosabati bilan Germaniyadagi Uyg'urlar Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirilishi bilan Xitoyning Myunxen bosh konsulxonasining oldida namoyish o'tkazyapmiz. Bu qadimgi namoyish qilishimizdagi maqsad birinchidan vatan ichidagi mujohidlarimiz bilan, inqilobchilarimiz bilan, xalqimiz bilan, vatan sirtidagi tashkilotlarimizning va xalqimizning ko'nglining har zaman bir ekanligini, vatan xalqimizdagi mujohidlarimizning dunyo yolg'iz bo'lmaganligini, chet ellik Uyg'urlar bo'lsin va chet eldagi demokratik davlatlardagi demokratik tashkilotlar va qurilishlarning har zaman ularning harakatini, kurashlarini qo'llaydiganligini ularga bildirish va shehidlarimizning ruhini shod aylash maqsadida bo'lsa, ikkinchi birisi chet elda bu namoyishlar orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yillardan buyon elib berayotgan qonliq qirg'inchiligini dunyo jamoatchiligiga, xalqaro tashkilotlarga bildirish, dunyo jamoatchiligining Sharq Turkiston xalqi bo'lgan hissdoshligini qo'lga keltirish va chet ellarda Sharq Turkiston do'stlarini ko'plab tepish va ularni qazinish maqsadida bu namoyish o'tkazyapmiz. Namoyish nihoyat hayajonli va nihoyat jushqin kayfiyat ichi davom etadi. Mushundaq kunlarda yalnız Germaniyada emas, Sharq Turkistonning sirtidagi butun davlatlarda, imkonlari bo'lgan butun davlatlarda, Uyg'urlar yashayotgan butun davlatlarda Xitoy konsulxonalarining oldida namoyish tuzalash, nazr o'tkazish, har xil ilmiy konferensiya
konferanslarni o'tkazib, ya'ni mushu qonliq qirg'inchilikning bo'lgan kunlarda shehitlarimizning ro'y shod bo'ladigan Sharq Turkiston davosining dunyo millatlaricha bilinish uchun qatqisi bo'ladigan, to'p soldigan har xil faoliyatlarni tuzalishini umid qilaman. Dolqun efendim, bu fırsatdan paylaşıp ben sizden şunu sormakçı. Siz yakında Estonya'ya çağrılgan 3. nöbetlik Dünya Uygur Yaşları Kurultayı'da Yaşlar Kurultayı'nın reisi olup saylandınız. Siz Yaşlar Kurultayı'nın reisi buluş tutunuzdan yaşlarımızga, Uygur yaşlarına nispeten kandak bir tavsiye arzu istekleriniz var? Biz sizin degeninizdek o'tgan yili 2011 ayının 12'sinden 15'ingacha Estonya'nın poytaxti Tallinnda 3. navbatlik Dünya Uygur Yaşları Kurultayı nayda g'alabalik o'tkazildi. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan, ya'ni Sharq Turkistonning sirtida faoliyat qilayotgan yoshlar vakillarining qatnashishi bilan nayda g'alabalik bir qurultay o'tkazildi. Xitoy hukumatı nayda qattiq norozilik bildirgan bo'lsa-mu Estoniya hukumatiga, ammo o'z kichik bir davlat bo'lsa-mu, ammo tarixda bizga o'xshash mustamlikachilikning qadrini tatgan, mustaqillikning ta'min etadigan bir millat bo'lganlik sifati bilan Xitoy hukumatiga nayda qat'iy jasur noroziliklarga javoblarni berdi ve bizning bu qurultayimizning nayda g'alabalik kechirish uchun mayli matbuot organlari bo'lsin, hukumat bo'lsin, xalq bo'lsin qo'llab-quvvatladi. Bizning bu qatim qurultaydagi asosli olgan natijamiz shuki, demak Sharq Turkiston yoshlari bu Uyg'ur yoshlari har zaman bir mushtak bo'lib uyushalaydiganligimiz nayda qobiliyatli, tarixdagi har qaysi davrlarga o'xshashlar buningdan keyingi Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobining eng og'ir yuklerini, ya'ni yoshlarimiz ustiga oladiganligini, yoshlar qo'shinining ishonchlik ve tavranmas, qat'iy ve qobiliyatli bir qo'shin bo'lganligini isbotladi. Men bu qadimki bu ziyorat orqali butun Sharq Turkiston yoshlariga shuni demoqchimanki, Sharq Turkiston yoshlarimiz G'ul yoshlarga o'xshash, Barin yoshlarga o'xshash mushularning ro'yidan ilhom olib, hech bir zaman tiz bitmasdan milliy mustaqillik harakatini eng oxirgi maqsadgacha adoqgacha olib berishni chaqiraman. Hiç bir zaman bizning ko'rishimiz mag'lub bo'lgandek, qonliq qirg'inchiliklar uchraganda qilgan bilan, ama bularning hiç bir zaman bu to'kilgan qonlar, oqqan qonlar bekorga ketmaydi. Bu qonlar bir kunsi bu qonlar, oqqan qonlar, bu o'lgan shehitlarimizning ruhi bir kunsi Xitoydan kekidigidan shunda siqidi ve şu topraklarda Sharq Turkistonning ay yulduzli ko'k bayrog'i javlan qildi. Biz umidlik vatanimiz eng oxirgi hisobda, ya'ni şu to'kilgan qonlarning bedeliga, oqqan qonlarning bedeliga, bergan shehitlarning bedeliga cho'qim hurriyatga erishdi. Rahmat sizga. Suyumlik radyo anlıqçılar, bu qatimki namoyish nihoyatda muvaffaqiyatli holda oxirlashdi. Bu qatimki namoyishda tartib ve intizom qilib hech qanday bir harakat ko'rinmadi. Uyg'ur namoyishchilar nihoyat anliq, ratlik holda namoyishni tartiplagan edi. Yana taqalganda nihoyat anliq va ratlik holda namoyishni oxirlashtirdi. İnşallah sizler bilan Germaniyaningki München shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida, ya'ni kelajda 5 fevral kuni ko'rishimiz. Sharq Turkiston informatsion markazining vatandan bevosita olgan ma'lumotiga asoslanganda, yaqinda Xitoy hukumati ma'rif tarmoqlari orqali Sharq Turkistondagi har qaysi milliy oliy maktablarga ishga jihatni uqtirish yurib, milliy o'qituvchilarni kelar mavsumda e'tiboran o'quvchilarga darsni Xitoy tilida o'tishni buyurgan. Hükümetin uqtirishida Xitoycha bilmagan va Xitoy tilida dars o'talmaydigan milliy o'qituvchilarning kasbiy unvonini bekor qilib, maosh darajasini tuvalatish va boshqa ma'mur ishlarga silish. Ish cho'ngroq bo'lib, Xitoycha o'rganish imkoniyati bo'lmaganlarni majburiy pensiyaga chiqish kerakligi ta'kidlangan. Yuqori uqtirish taqiqlangandan keyin har qaysi oliy maktablardagi milliy o'qituvchi va o'quvchilarning besh ketib, nima qilarini bilolmay gangirab qolgan. Xitoy hukumati milliy oliy maktablar bilan cheklanib qolmay, yana har qaysi viloyatlardagi nuqtaliq milliy o'rta maktablardami yuqori planni sinoq tariqasida ijro qilishga boshlagan. Masalan, Qashqar Uyg'ur o'rta maktabi, Qashqar shaharlik 1-o'rta maktab qatorliq nuqtaliq o'rta maktablarda o'tgan yilning oxiridan e'tiboran atalmish tajriba sinfi ta'sis qilinib, bu sinflarda tabiiy fan darsliklarini Xitoy tilida o'tishga boshlagan.
Hökumət tarmaqları bu məktəblərdəki Uyğur oxutquchilar xanzu tilini bilmaydi deganni bahana qilib, ichki ölkələrdən yuqori maosh bilan məxsus Xitoy oxutquchilarni təklif qilib əkəlgan. Hamda Uyğur oxutquchilarga faqat turmush pulini taqitib berib, ulardan tutib qilingan pulni Xitoy oxutquchilarga bilib bergan. Uyğur oxutquchilarning inkos qilishicha, ishkirdan chiqqan Xitoy oxutquchilar Xitoy markaziy dialektisida emas, balki o'z yurtining yerlik shivasida so'zlashga, o'quvchilar darsni tushunayotganda, tushunmayotganda kori yo'q ekan. Tushuniksiz bir nimalarni deb soatni to'shqizib chiqib ketadi ekan. Texmi ishnish yeri shuki, bu o'rta maktabdagi o'quvchilarning hammasidagidek Xitoychani faqat bilmagachga, necha soatlab enigini yulab o'ltirib hech nimani anqira olmay chiqib ketishga majbur bo'lgan. Xabarlarga qaraganda, Xitoy hukumati 2010-yilgacha Sharq Turkistondagi Uyg'ur boshlang'ich maktablarining barliq darsliklarini Xitoy tilida o'tishni amalga oshirishni planlagan va hozirdan e'tiboran ba'zi rayonlarda yuqoridagi atalmish tajriba sinflarini ta'sis qilish orqali mazkur planiga asos solishga boshlagan. Undan başqa yana Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi o'rta boshlang'ich maktablarning til adabiyot darsliklarini Xitoynikiga o'xshash qilib birlikka keltirishni planlagan va hozirdan boshlabla milliy maktablarning til adabiyot darsliklaridagi Uyg'ur yozuvchilarining asarlarini ham Uyg'urcha klassik asarlarni paydan-pay chiqarib tashlab, uning o'rniga Xitoy klassik adabiyotini va hozirgi zamon Xitoy yozuvchilarining asarlarini kirgizishga boshlagan. Bundan burunmu Xitoy hukumati Uyg'ur maktablarining dars kitoblaridagi til adabiyotdan boshqa darsliklarning hammasini mamlakat bo'yicha birlikka keltirib qo'ydi. Undan boshqa yana Xitoy hukumati o'tgan yildan e'tiboran ishki o'lkalarda atalmish Xinjiang sinfi ta'sis qilib, Uyg'ur to'liq o'rta maktab o'quvchilarining bir qismi ishki o'lkalardagi Xitoy o'rta maktablariga o'tkazib borib, o'qitishga boshlagan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning milliy ma'rifini xitoylashtirish uchun qo'llanayotgan yuqoridagi bir qator tadbirlari 10 minglagan Uyg'ur ma'rifchilari va millionlagan Uyg'ur o'quvchilarning kelgusi istiqboliga intayin zo'r ta'did elib kelmoqda. Xitoy hukumatining bu xil qilmishining milliy territoriyalik avtonomiya qonuniga va Xitoy asos qonunining milliy masalaga oid moddalariga ochiq-ochiq zid keladiganligini ta'kidlagan milliy o'qituvchilar Xitoy hukumatining siyosiy ziyonkashligiga uchrab kelmoqda. Xitoy hukumatining yaqin mezgillardan buyon Sharq Turkistondagi diniy sohalar milliy ma'rif sohasiga qaratgan besimini mos qadam bilan ta'sirlab oshirishga boshlaganligi Xitoy markaziy hukumatining Uyg'ur xalqini yaqin kelajakda assimilyatsiya qilib yo'qotishning keskin qarorga kelganligini va bu maqsadga yetish uchun hatto o'zining asos qonuni va o'zi e'lon qilgan milliy territoriyalik avtonomiya qonunini dafsanda qilishdan bosh tortmayotganligini isbotlab turmoqda. Chunki diniy va milliy ma'rif Uyg'ur xalqining milliy mavjudligini va milliy aloyligini saqlab kelayotgan eng asosli ikki omildan iborat bo'lib, bu omillarning yo'qolishi Uyg'ur xalqining yo'qolishi demakdir. Suyumli radio anglag'uchilar, Merkez organi Germaniyaning Myunxen shahridagi Sharq Turkiston informatsion markazi tomonidan hozirlab tarqatilgan Sharq Turkistonda inson haqlari nomli umumiy doklad Shangang va chet ellardagi Xitoy matbuotlarida kuchli inqos qo'zg'adi. O'tgan yilning boshlarida Sharq Turkiston informatsion markazi vatandan olgan axborot uchurlar va qo'lga tushirilgan Xitoyning maxfiy hujjat materiallariga asoslanib turib, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi inson haqlari tajovuzchilik qilmishlari haqida umumiy bir doklad hozirlab chiqib, bu dokladni dastlabki qadamda inglizcha, germancha va turkcha tillarda butun dunyoga tarqatgan edi. Yaqında mazkur doklad Sharq Turkiston informatsion markazining Shvetsiyada doim turishliq vakillari Dilshod Rashid va Kurash Ko'sallar tomonidan Xitoychaga tarjima qilinib tarqatilgan edi. Bu dokladning Xitoycha nusxasi tarqatilgandan keyin Shangangda nashr qilinayotgan Xitoycha Kayfang jurnali dokladning to'liq tekstini e'lon qildi. Undan boshqa bu dokladning to'liq teksti Amerikada chiqayotgan cho'ng-kichik foydalanish xabarlarining internet saytida e'lon qilingan. Undan boshqa yana Shangang, Tayvan va chet ellardagi xili ko'plagan Xitoycha gazet jurnallarmi yuqorqi dokladning ba'zi paragraflarini uzib xabar qilgan. Shangangdan kelgan xabarlarga qaraganda, yuqorqi doklad Kayfang jurnalida e'lon qilingandan keyin intayin kuchli qo'zg'olon qo'zg'agan. Hatto Xinhua axborot agentligimi mazkur doklad munosabati bilan bayonot e'lon qilib, dokladda yer olgan faktlarni qoralashga tirishgan. Sharq Turkiston informatsion markazi tomonidan e'lon qilingan yuqorqi doklad Uchqun va Istiqlol gazetlarining mas'ul muharriri Pirat Yo'runqash tomonidan qalamga ilingan edi. O'z xabarimiz. Xinjiang gazetining bu yil 1-ayning 11-kunidagi sonida e'lon qilingan bir xabarga asoslanganda, Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy Kommunistik tashkilot bo'limining bevosita o'rnashtirishiga asosan, yaqinda atalmish Avtonom rayonlik partkom umumiy safarbarlik e'lon qilib, Sharq Turkistonning butun yezi qishloqlarida ishki vakillik qilishni umumlashtirish degan niqob ostida yangi siyosiy harakat qo'zg'agan.
Yuqorqi gazetning xabarida bayon qilinishicha, atalmış Abdun rayonluq partkomning sekretari Wang Luochunning riyosatchiligida 1-oyning 3-kundan 5-kunigacha Urumchida yezlarda 3 vakillik qilish yig'ini chaqirilib, buningdan keyin yezlarda ilib berilgan yangi siyosiy harakatning strategiyasi belgilangan. Bu qitimqi yig'inda Wang Luochun so'z qilib, yezlardagi partiya tashkilotlarining uyushqonligi va jangovarligini oshirish kerak deb ta'kidlagan. Wang Luochun o'z so'zida yana asosiy qatlam kadrlari Şinjanning muqimligini qo'g'dashning muhim strategik ahamiyatini to'liq tunib yetib, muqimlikni qo'g'daydigan siyosiy mas'uliyatchanlik tuyg'usini oshirib, vatanning birligini qo'g'dab, milliy bo'lginchilik qarshi turishdan iborat tarixiy ig'ir vazifasini bosh tortmay ustiga elish kerak deb ko'rsatgan. Xitoy hukumati yaqinqi mezgillardan buyon asossiz zarba berish nishonasini Uyg'ur dehqonlari qartib kelmoqda va Sharq Turkistonning yezdi qishloqlarida harakat ustiga harakat ilib berib, Uyg'ur dehqonlariga bo'lgan siyosiy nazoratchilikni haslab oshirmoqda. Buning sababi shuki, ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkistonning yezdi qishloqlari Kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi ilib berilayotgan milliy harakatlarning tayanch bazasi bo'lib keldi va Uyg'ur dehqonlari milliy harakatlarning tayanch kuchini shakllantirib kelmoqda. Bulupmu 1990 yuz bergen barın qo'zg'oloni Uyg'ur dehqonlarining kurash simvoli sifatida toki hozirga qadar xotirlanib kelmoqda va bu harakat Sharq Turkiston mustaqillik harakatining ulgusi bo'lib keldi. Xitoy hukumati tarafidan besib tarqalgan ba'zi ishki hujjatlardami navbat Sharq Turkistonning yezlarida bulupmu Uyg'urlar bir qator zich to'plashib o'ltiraqlashgan Qashqar, Xotan, Oqsu qatorliq rayonlarda ko'plagan yezlarda Xitoy hokimiyatiga qarshi milliy harakatlarning qismanlikdan halqib umumyuzlik qarshilik ko'zish harakatiga aylanganligi, hatto Xitoy hukumatining ba'zi yezlarda ta'sirini va nopozini tamoman yo'qotib qo'yganligi, shundaqli ba'zi rayonlarda hukumatning munosabatini tamoman uzgan mustaqil yezlarning shakllanishga boshlaganligi ochiqcha bayon qilingan edi. Bulupmu xili ko'plagan yezi asosiy qatlam kadrlarining yerli xalq bilan hamnafas bo'lib, yuqorining buyrug'ini ijro qilishdan bosh tortib kelayotganligi, hatto ba'zilarining milliy mujohidlarga hasdashlik qilayotganligi Xitoy hokimiyatini qattiq andishiga silib kelgan edi. Şoň Xitoy hukumatı yezlarga ko'plab xizmat atratlarini vatish, yezlarga Xitoy ko'chmanini yerlashtirish, yez saqchixonalardagi saqchilarning sonini ko'paytirish, Pingtuan qaramog'idagi ba'zi tön maydonlarni masala bor deb qaragan yezlarning atrofiga yerlashtirish, yezlarda orqa-orqadan siyosiy harakatlarni qo'zg'ab Uyg'ur dehqonlarini bosh ko'targazmaslik qatorliq tadbirlarni qo'llanib kelmoqda. Şinjan gezining xabariga qaraganda, bu qitim Sharq Turkistonning yezlarida boshlangan siyosiy harakat 2 yil davomlashadi ekan. Öz xabarimiz. Suyumlik radio anlıqçılar. Gerçi Xitoy hukumati Sharq Turkistonda har darajalik sud mahkamalarini qurib, hammani qonun bo'yicha idora qilish deb jinning birinchi jari silib kelgan bo'lsa-mu, ammo madaniyat zo'r inqilob davridagidek dilolarni partkomlar bir taraf qiladigan ahvollar hozirmi ham aynan davom qilib kelmoqda. Va Sharq Turkistonda yuz bergan asosiy siyosiy va iqtisodiy dilolarni har darajalik partkomlar qaramog'idagi atalmış siyosiy qonun komitetlari bevosita kontrol qilib kelmoqda. Masalan, Şinjan Qonunchilik gezitining bu yil 1-oyning 4-kunlik sonida e'lon qilingan bir xabarda atalmış Abdun rayonluq partkom siyosiy qonun komiteti qaramog'idagi qonunni ijro qilish nazoratchiligi ishxonasining Sharq Turkistonda yaqinqi yillardan buyon yuz bergan 7-iyun Xotan voqeasi, 5-fevral G'o'lji voqeasi, 5-fevral va 25-fevral avtobus portlatish voqeasi qatorliq asosiy cho'ng siyosiy dilolarni bevosita bartaraf qilganligi bayon qilingan. Hatta yuqorqi xabarda qonunni ijro qilish nazoratchilik ishxonasining Ili rayonida nohaqchilikka uchragan bir Xitoy fuqarosining qonunni manfaatini qanday qo'g'dab qolganligi bayon qilingan bo'lib, bu vaqtda misol keltirilib, aynan bunday deyilgan. Abdun rayonluq yuqori xalq sud mahkamasi Ili sho'basi sud qilgan Bingtonning yezigilik ishchisi Liu Qingqinning G'o'lji shahri Jilyuzi bozori hukumati bilan ko'mirkon huddiga elish delosida dilo bejurgichi diloning dalil isbotiga e'tiborsiz qilib, javobgarga yon besib, shaxsiy g'araz bilan qonunni buzib, Liu Qingqinning qonuniy huquq manfaatiga eg'iz ziyon yetkazgan. 1998-yili qanot yoydirilgan siyosiy qonun qo'shinida markaziy tartibga selish, tarbiyalash faoliyatida siyosiy qonun komiteti bu diloni nazorat qiladigan dilo qatoriga kirgizdi. Abdun rayonluq yuqori xalq sud mahkamasi siyosiy qonun komitetining talabi bo'yicha tezlikda xodim evatib tekshirib, qayta sud etish orqali aslidagi xato hukmni o'zgartdi. Shundaqla shaxsiy g'araz bilan ko'z bo'yamchilik qilib, qonun xilof hukm chiqargan sud xodimlarining jinoyat javobgarligini surishtirib, yaxshi ijtimoiy o'rganimga erishdi. Qadrli vatandoshlar,
Yuqorqi misoldan shu aniq ko'rinib turibdiki, illi rayondagi sud mahkamalari yerlikni oldigan Bingtonlik bir iqtisodiy jinoyatchini sotlab qonun bo'yicha hukm chiqargan bo'lsa-mu, ammo bu deloga Abdum rayonlik qonunni ijro qilish nazoratchilik ishxonasi bevosita aralashib, hali Xitoy fuqarosini oqlab to'qanmay, uni qonun bo'yicha bitirib qolgan ili sudning xodimlariga siyosiy bo'hton chaplab, ularni javobgarlik o'rniga tushirib qo'ygan. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, Sharq Turkistonda yaqinqi yillardan buyon yuz bergan 7-iyun Xotan voqeasi, 5-fevral G'o'lji voqeasi, 5-fevral va 25-fevral avtobus portlatish voqeasi va o'tgan 1-2 yilda Xotanning har qaysi rayonlarida yuz bergan cho'ng voqealarda 10 minglagan begunoh Uyg'ur quruq gumon bilan qo'lga olinib, bularning ichidagi xili ko'pliganlari hech bir dalil isbotsizla o'lim jazolariga va turli og'ir qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Bu jarayonda naqshlik uchragan ko'plagan Uyg'urlar Abdum rayonlik yuqori sud mahkamasiga arz sunib, norozilik bildirgan bo'lsa-mu, ammo ularning hech birining norozilik arzi qabul qilinmay, aslidagi hukm kuchiga ega qilingan edi. Ammo Bingtonlik bir aldamchi Xitoyning delosiga kelganda muomala boshqacha bo'lgan va bu Xitoy fuqarosi Abdum rayonlik siyosiy qonun komiteti qonunni ijro qilish nazoratchilik ishxonasining bevosita aralashi bilan qutulib qolgan. Bu misol Sharq Turkistonda yerli xalqning qonun jihatda naqadar zo'r adolatsizlik duch kelayotganligini, shundaqla har darajalik sud mahkamalarining faqatli shakl uchun mavjud bo'lib turayotganligini, asli sud mahkamalarining har darajalik partikomlar ekanligini to'liq isbotlab turmoqda. Suyimli radio anglovchilar, programmamizning oxirida radio anglovchilarimizning talabiga asosan milliy mujohidimiz va shehidimiz Zulfiqor Muhammadning turmada onasiga yozib qoldirgan Yig'lama ona nomli she'rini qaytib diqqatingizga sunmoqchimiz. Sirdishingdim azaldan mehribon onam. Külgen idim külgende qayg'udimi ham. Bolgan idim ro'yi uzuq sen uchun herdem, rozi bo'lgin balangdin yig'lama ana. Men safarga mang'anda yig'lagan iding. Nega borsan balam deb to'lagan iding. Ayrılsam senden ne qilarman demaganmiding? Oq yo'l tili balanga yig'lama ana. Ayrıldın sen can ana hazır balangdin. Ayrıldın balangdin yürek parangdin. Ayrıldın otu bar bir balangdin. Baxtili balanga yig'lama ana. Xoinlar qo'limga yuk qo'ysa salsa, oldingda ishtirib so'rab apmangsa, mag'rur tur yosh to'kma dushkalab tursa, faxrlan o'g'lingdan yig'lama ana. Kofirlar to'qmig'i tagsi beshimga, itlari xiris qilib kelsa qishimga, ichingan senmiding gudak ishimga, ah bolam deb sarılınıp yig'lama ana. Yüzümge kaçatlar tagsi urilib, putumni kishallab sap qo'yis qulub, ap mangsa oldingda sana ko'rsatib, hasratda mo'nglanib yig'lama ana. Kofirlar qo'lida chiqsimi jinim, sel bo'lib oqsimi qip-qizil qinim, hayotim azizim ah balam jinim, hasratda mo'nglanib yig'lama ana. Allah deb tutuldik yanmaymiz hergiz. Allah'ның buyrug'i bo'yinda qariz. Şunlaşqı bildik biz cihatni fariz. Kafirga yalvarıp yig'lama ana. Balangni pash qildi do'stim deganlar. Ko'zingni yosh qildir sirdosh deganlar. O'zini pash qildi yo'ldosh deganlar. Sabrchan yigitman yig'lama ana. Sabr qil jon ana, sabrini do'st tut. O'ylasang balangni Qur'onni do'st tut. Shu chaqda bo'ladi oxiran utuq. Xo'shal bo'l, qayg'uru yig'lama ana. Zindanda haqiqiy o'g'lonlaring bor. Kofirga xirs qilib mush otqanlar bor. Jinindan voz kechgan palvonlaring bor. Haqiqat parvarman yig'lama ana. Tiligin Allohdan bizlarga madad. Qilganda har vaqt toat ibodat. Haqiqat o'lmaydi mangu to abad. Haqiqat haqdir faqat yig'lama. Sen rozi balangdan Alloh rozi. Rozi bo'l balangdan bo'lma norozi. Oyig'ing ostida bulur jannati. Razılık olayman yig'lama ana.